Bizni Bahrombek Ixtiyorog'lu fermer xo'jaligimiz 2004-yilda tashkil qilingan bo'lib, shundan hozirgi kunda To'g'ronbank mablag'lari hisobidan va o'zimiz mablag'larimiz hisobidan hozirgi kungacha 10 gektar maydonda issiqxona tashkil qilganmiz. Bular hammasi limonchilik yo'nalishida tashkil qilingan. 2025-yilgacha 5 gektar tashkil qilganmiz. 5 yil mobaynida 2025-yil o'zida 5 gektar yangi issiqxona tashkil qilganmiz. To'g'ronbankning kreditlari hisobidan. Hozirgi kunda 10 gektar yerimizda 11 ming tup apelsin, limon, mandarin ko'chatlari mavjud. Hozir ko'rib turgan issiqxonamizda ham mana araliq ekin sifatida pomidor ekkanmiz. Birinchi o'rinda mana limon ko'chatlari hali 1 yoshga kirgani 1 yil bo'lgani yo'q. Hozirgi kunda mana shu holatga kelib turibdi. Eng qulay tarafi araliq ekin ekilgandan keyin araliq ekin yetishtirish maqsadi istiladi. O'sha momentda bu limonlarimiz ham 3 yil 4 yilga o'sadigan 2 yilda o'sib ertaroq hosilga kirish imkoniyati paydo bo'ladi. Kuniga 2-3 tonna atrofida pomidor mahsulotlarini terib, o'zimiz ichki bozorimizga, mana shu kitobcharchilar bozorlariga sotib turibmiz. Oldinga olingan kreditlarimizni foizini, asos to'lovlarini hozirgi kunda o'z vaqtida qaytarib to'lovlarni qilib boryapmiz hozir. Bundan keyin pomidor olingandan keyin araliq ekin sifatida bolgar, qalampir ko'chatlari ekiladi. Araliq ekin sifatida ekilgan shu mahsulotda imkon boricha daromad qilib, kreditlarimizni yopish choralarini ko'ramiz. Kelgusida limon mahsulotini qayta ishlash, ishlab chiqarish yo'nalishlarida ish olib boryapmiz. Hozirgi kunda 500 tonnalik limon saqlaydigan omborxonalar tashkil qilganmiz. Sovutkichli omborxona 2026-yilda 200 tonna limonni qayta ishlaydigan, limon sok ishlab chiqaradigan yo'lga qo'yish arafasida turibmiz.